Bugun sizlar bilan uy sharoitida palbi tayyorlab ko'ramiz. Issiq kunda tog'am bilan nima tayyorlasak ekan deb shu to'xtamga keldik. Ishni birinchi bo'lib apelsinlarimizni yaxshilab yuvishdan boshlaymiz. Undan keyin olovrang qismini pichoq yordamida artib olamiz. Shu joyda e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan muhim narsa, apelsinlarning oq qismini qo'shib yormaymiz, chunki bu sharbatimizni tahir qilib yuboradi. Endi mevalarimizni birma-bir kesib, oq po'chog'idan ajratib olamiz. Hammasi tayyor. Endigi navbat mevalarimizning ichki va olovrang qismini yaxshilab chopper yordamida jem holatiga keltirib olish. Jemimizni filtrli toza suv bilan yaxshilab aralashtirib olib, sovutgichga 2 soatga qo'yamiz. Shunda yana ham ranglar chiroyli bo'lib chiqadi. Oradan 2 soat o'tgandan keyin apelsin quyqasini siti yordamida yoki yana ham tiniq bo'lishi marlidan o'tkazib, unga me'yorida shakar, muz, suv solsak, deyarli tayyor. Endi uni idishlarga solsak bo'ldi. Opisiya qismida 5 litr sok uchun qancha nima solish kerakligini yozib qo'ydim. Palpiyamiz juda ham mazali va issiq kunda jonni rohati bo'ladigan darajada ajoyib chiqdi. Obuna bo'ling, hali qiziqarlilari oldinda.